oksipropni bezvozdушный kraska pultlarini xarid qilayotganda ustokalarimiz mendan ko'p so'rashadi. Qaysi birini sotib olganim yaxshi deyishadi. Men shu borada sizlarga ma'lumotni berib o'taman. Ko'rib turibsizlar, oldimda oksipropni har xil modeli, ya'ni 595 dan boshlab 450 gacha. Har bittasini bitta ma'lumotini beraman, tanlov o'zinglarniki bo'ladi. 595 apparatida misol qilib keltiraman. Bu modelimizning ikki xil varianti bor, ya'ni ekonom varianti bor. Bularni bir-biridan farqi faqat platasida deb bilaman va narxida deb bilaman. Qolgan joylar hammasi bir xil, mo'shnislari bir xil. 1 xil litr kraska sepadi, 2200 watt. Xullas faqatgina narxi bilan platasida farq qiladi ekonom varianti. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Dvigatel razmeri ham mana 595 chi o'ziniki kattaroq, 595 ekonomiki kichikroq. Keyingi variantimiz 1030 varianti. Bu uje ana 595 lardan mo'shniyroq. Ham bu o'zi ovoz bilan sizni ogohlantirib turadi. Davleniya tushib ketdi, напряжение tushib ketdi, ko'tarilib ketdi. Buni mo'shnisi 2500, 3,5 litr kraska sepib beradi 1 minutda. Endigi navbat 395 bilan 450 modeliga keldik. Bu ikkalasini motori shochishniy motor bo'ladi. Chem ularga qaraganda qolgan apparaturamizning motorlari 5 shochishniy bo'ladi. Bu aytmoqchi bo'layotganim ikkalasi ham minutiga 2 litr kraska sepadi. Mo'shnisi 450 niki 1000 watt, 395 niki 1200 watt. Xullas, tanlov o'zinglarniki. Aytmoqchi bo'layotganim qanaqa kraska, qanaqa объемdan foydalanishingizga qarab apparaturani tanlasanglar bo'ladi. Foydalanasizlar. Zajgan.